Qanaqadir yangi mana so'kinishlarimizni o'rniga eski so'kinishlarni ishlataylik deb bitta aka aytayapti. Qanaqa so'kinishlarimiz bor aka desam, Makkaga imom bo'yur, uying bug'doyga to'lgur degan so'kinishlar bo'lgan, shularni ishlatsa bo'ladi deyapti. Endi tasavvur qilinglar. Bitta oshna ishana oling deb 2 soatda olib kelib beraman deb turib, $2000 pul olib ketyapti. O'zi unaqa katta pul ko'rmaganman, aytaveryapman prosta. Instagramda shunaqa-yu. Xullas olib ketyapti-da, yarim soatdan keyin qaytib kelyapti. Haligi umri davomida yutkizmagan komandani pobedasiga pul tikkan bo'ladi. Ash kun ash komanda eng sharmandali hisobda yutkizgan bo'ladi. Chunki u oshnami omati bilan ishoninglar, u Chingalchuqda ham yutmaydi-da, Shiribomni ham davom yutkizib yurardi. Xullas o'sha oshnam kelyapti-da, yutkizib qo'ydim deb tushuntiryapti. Men qanday qilib endi unga Makkaga imom bo'yur deb so'kaman? O'zingizlar o'ylaylarchi? Agar menga kimdir Makkaga imom bo'yur deb so'ksa, qaysidir chichib qo'ygan ishimga men u ishni yana qilaman. Meni faxriyorligimga ham unaqa yaxshi narsa yozib berishmagan shu paytgacha. O'zimiz so'kinishlar yaxshi akalar.